fakti dodasi. Qala. Metan gazda bu narsa qiluv qiladi, benzinda qiluv qilmaydi. Benzin cho'tga yuradi. Ko'pchilik mashinasiga e'tibor bermaydi. Qarang. Haydovchining o'zi bu narsaga diagnoz qo'yib olsa bo'ladi. Mana bu sapun klapanni chiqarib qo'yamiz. Sapunni ishlankasi to'g'ri. Mana mashinadan havo tortib qoladi. O'zi bu yerdan havo tortmaydi mana. Kichkinagina plyonka. Hop. Mana ichkariga tortib qoldi. O'zi bu yoqqa emas, naborot bu o'rtada yo bu tashqariga qarab havo chiqarib turish kerak. Mana bu sapun klapan ketsa, bu yerdan havo tortib qoladi. Tak. Mana sapun klapan o'ynayapti. Ko'rasizlar, klapan. Sariq narsa shu klapan bo'ladi. Qimillab turibdi. Mana burchak pavorot bo'lib turib qolgan. O'zi bu narsa to'g'ri turadigan narsa. Bu kasallik faqatgina 3-pakeliyni gazda bo'ladi. To'rda bu kasal bo'lmaydi. To'rni farsunkasi tegidan teshilganligi uchun bu narsani bildirmaydi. Lekin motoringlar moy yeyorishi mumkin. Ko'pchilik mana shu narsani videoga olib chiqyapti, lekin turgan joyida tashxis qo'yish oson yo'li. Mana mashinani shuni qo'l bilan yopsanglar, yo bo'lmasa birorta bir sarapan qo'ysanglar, bu narsa ichkariga tortib ketadi. Tortib ketdi degani klapan ketdi degani, ishlamayapti degani. Yangi klapan qo'yib yuborsanglar, bitta gaz nastroykasi bilan xudo xolis chotki bo'ladi mashinalar. Bu narsa uchun motor ham ochib yuborayotganlar bor, lekin bundan oldin mana bu narsalarni tekshirib olish kerak bo'ladi. Bizning kanalga obuna bo'lmagan, obuna bo'lib qo'ying. Sizlarga manfaatli videolar bo'ladi bu yerda.